Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Davlatbek Minecraft. Bugungi videoda survival olamda obzor qilib beraman. Qani ketib. Birinchi bo'lib uydan boshlaymiz. Bu mening uyim. Chiroyligini qilib qurib qo'yganman. Sandiqlari bor. Endigi uy esa Niko MC77 ning uyi. Bu ham chiroyli qilib qo'ygan. Va uning Rex degan kuchukchasi bor. So'ra. Bu esa Yocraftning uyi. Bu ham zo'r qo'ygan, uncha zo'r emas, lekin zo'r. Xullas shunday uylarimiz bor. Endi esa olamda o'zini obzor qilib beraman. Qani bo'lmasam ketdi. Birinchi bo'lib biz mana shu qor bolani ko'rishimiz mumkin. Buni Niko MC77 qurgan. Juda ajoyib bo'lgan. Bu yerda esa mine'ga kirib ketadigan joy bor. Shu yerga kirib mine qilib chiqamiz. Bu yerda esa barrel otib qo'ysa bo'ladi. Hozirroq buzilib qolgan. To'g'rilaymiz keyingi videolarda. Agar chiqsa keyingi videolar ham bular shunday qilib o'tamiz. Va endi esa bu Nether portal. Bu yer enchantxona 30 levelda. Bu sandiqlarda kitoblar bor, riktalarda yo'q, chunki qishloqlar savdo qilmay qo'ygan. Bu yerda esa narsalar bor. Ko'pgina narsalar yig'ib qo'yganmiz. Ba'zilarida bor, ba'zilarida yo'q. Lekin zo'r qilib qurib qo'ygan. Uni ham Niko MC77 qurgan. Va narsalarni ham o'zi shu yerga to'plab qo'ygan. Bu esa qishlog'imizni, ya'ni bizning mahallamizni tepadan ko'rinishi juda ajoyib, chiroyli. Fermalar ham bor. Bu joyga odam kirsa mazza qilib dam oladigan joy. Juda ham chiroyli. Shader bilan kirsa, undan ham chiroyli bo'ladi. Bu yer esa kaktus farm. Juda ham ajoyib qurilgan bu ham. Bu yerda esa shakar qamish farm. Ferma deylik mayli. Bu esa tosh ferma. Buni survival olamimizdagi eng qitimir bola Yocraft qurgan. Juda ham zo'r ishlaydi bu ham. Bu yer esa totem farm. Damlamani ichsangiz, pillagerlar mana shu yerga to'planadi va pastga tushadi. Siz pastda urasiz, totemlar to'kiladi. Bu yoqda esa creeper farm. Juda ham zo'r qurilgan, Niko MC77 qurgan. Afk tursak, mana shunchagacha 1 daqiqada to'plangan menimcha. Qayerda afk turarlar desangiz, mana shu tepaga chiqaradi va xohlaganingizcha afk tursangiz bo'ladi. Va poriqlar o'zi avtomatik yig'iladi. Zo'ra. Bu esa juda ham ajoyib bo'lgan va hamma bilgan mob farm. Juda ham oddiygina ishlaydi, lekin zo'r narsalar kelib turadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Dahshat. Bu yer esa topshiriqlar xonasi deyiladimi? Xullas shunday. Buni ham Niko MC77 qurgan. Mana shu yerdan tushiladi. Ketdi. Suvlarda oqib tushib olamiz. Lekin juda ham zo'r qurilganda. Masalan, menga yoqdi. Erinmasdan qurgan. Malades. Xullas bu qanday ishlaydi desangiz, hozir tushuntirib beraman. Xullas mana shu yerdan boshlanadi. Damlamani ichib olasizlar. Vagonchadan yurasiz. Afsuski bizda vagoncha yo'q ekan, shunda piyoda yurib ko'rsatib beramiz. Mana shu yerdan yurib o'tiladi. Damlama ichib olgan bo'lasiz. Shu yerlardan yuriladi. Oxirida mana shu yerga kelib to'xtaysiz. Bu yerda esa hamma narsa
boyaga yurib o'tgan hamma narsa to'planadi. Mana shu yerga. Shu yerdan olib olasiz. Mana Niko MC77 ning o'zi shu joyni qurgan, erinmasdan, zor lekin. Keyingi boradigan joyimiz End. Endda esa bitta PAL va PHP farm bor. Uni esa YoCraft qurgan. Uni ham ko'rsataman. Bizning End olamimiz. Bu yerda ham PAL otadigan joylarimiz bor. Va bu o'zimniki Niko MC yonatib qo'yaman. Va bu yerda sandiqlar bor. O'qit uchun rahmat. Bu yerda esa boyaga aytgan PAL va PHP farm bor. Buni YoCraft qurgan. Tushib ketsam hamma narsa ketdi. Bu yerda afga turib yig'ib olsak bo'ladi. Mana shu yerda turib uramiz, tepadan to'kilaveradi. Yana uramiz. Xullas shunday. Bu yerda ozroq talpachalar bo'ldi, endermenlar bilan. O'g'li ketdi, mesda solamiz narsalar. Shunday gaplar. Xullas, hammaga ko'rishguncha xayr. Artigraf hozirda vibe bo'lmoqda. Vibe tugagandan keyin albatta imperator setini